Baquvvat g'ishtyapti, bir sanab ko'raylik-chi buni. Surxondaryolik bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun akam. Agar yaqinda qurilish boshlayotgan bo'lsangiz, sizlarda Surxondaryoda Sariosiyo tumanida joylashgan xitoyliklar tomonidan ochilgan Huadze g'isht zavodiga taklif qilib qolamiz. Bu yerda do'stlar 7lik hamda 9lik g'ishtlarimiz juda ham pishiq ishlangan. Xitoyliklar tomonidan polni robot ishlar ekan do'stlar. Xullas 20 yildan ortiq tajribaga ega bo'lgan xitoyliklar kelib bu yerda ish boshlagan do'stlar. Narxlari juda ham hamyonbop, sababi sifatiga sho'rlamaydi deyishyapti bizga. Umuman sho'rlamaydi ekan do'stlar. Tarkibida 3 xil qizil tuproqlar va ko'mir aralashtirilgan do'stlar. Kelamiz, sertifikatlari bilan bor ekan do'stlar. Hozir biz padonlash jarayonidamiz. 560 ta bitta padonga g'isht ketar ekan. Bu sama padon, ya'ni g'ishtni o'zi padonlanadi, hech qanaqa yog'ochsiz. Standart g'ishtimiz ham padonga 644 ta bo'ladi, donaga ham sotiladi. Bemalol kelaveradi. Albatta biz nomimizda chiqsalar chiroyli skidkalari bor. Men uy quraman deyotgan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Rahmat.